Yaponiyaga borish maqsadim oldin Rossiyada 5-6 yil ishlaganim uchun oldindan Yaponiya madaniyati, yoqdagi odob-intizom meni qiziqtirgani uchun tashqi mehnat migratsiyasi kanalidan, Telegram kanalidan ko'rib qolganman. Oldin Yevropa mamlakatlariga qiziqayotgandim. Lekin bu yoqda variant bo'ldi. Yaponiyaga borish imkoniyati ham mavjud ekan va hozir Yaponiyada ishlayman. Yaponiyadagi ishim qurilish soha. Oldin Rossiyada ham qurilish sohasida ishlaganim uchun men o'sha qurilish sohasini tanlaganman. U yoqda Yaponiyada soat 8 dan 5 gacha ish davom etadi. Dushanbadan jumagacha. Xohlaganlar shanba kuni ham ishlashi mumkin. Oylik qo'shiladi unga, haliga zango deydi yaponchada. Qo'shimcha oylik, qo'shimcha soat. Bizning sohamiz beton quyish, katta binolar. Asosan o'zim ham qiziqaman ularni. Seysmik markaz bo'lgan zilzilalar ko'p bo'ladi. Qanchalik bardoshligi oldin qiziqarli yoshlardan. Hozir o'zim ko'ryapman. Juda sifatli va mustahkam juda. Shuning uchun qiynalmayman. Yaxshi bo'ladi ish. Yoqda Yaponiyada o'rgangan narsalarim birinchi o'rinda tartib-intizom, bir-biriga bo'lgan hurmat, asli aytadigan ko'p narsalar bor. Endi menga ko'p ajablantiradigan narsalar shu bir-biriga hurmat, tartib-intizom, qoidani buzmaydi, o'chirt, navbatlar, shunaqa narsalar. Ikkinchisi ishda ish jarayonida bo'layotgan mas'uliyat. Undagi mayda detallarga ahamiyat berishi ularda. Xullas mas'uliyat, ishga mas'uliyat. Sifat hammasi oxirgi sifatga qadaladi. Uchinchisi vaqt. Vaqt edi birinchi o'rinda. Vaqtida ishga borish, atrofimda jamoamda ham hech kim shu paytgacha kech qolganini bilmayman. O'zim ham shunga o'rganganman bir yil mobaynida. Vaqt masalasida edi bir minutda ham, bir sekundda ham o'rni bor. Masalan, densha deydi, metro. O'shaga kech qolsangiz, menda shunday vaziyat bo'lgan. Yaponlar asosan ishdan oldin, biron bir muhim ish qilishdan oldindan aytib qo'yadi. Masalan, 2 kundan keyin yo bo'lmasam falon kunga deb mana shunaqa mas'uliyatli ishi bor deb aytib qo'yadi. Uni yaponlar o'zlari yozib yurishadi. Menda shu holat bo'lgan, yozmaganman. Keyin o'sha narsa meni esimdan chiqib qolganda, o'sha bilan men kech qolib borganman. O'sha erta boradigan joyga kech qolib borganman. O'shanda ozgina hajoratli joy bo'lgan. Keyin yo'q, o'sha bir marta bo'ldi. Keyin u narsa takrorlanmadi. O'zim ham yozib yuradigan bo'ldim. Yaponiyaga bizning shartnomamiz yapon korxonalari tomonidan 235 ming belgilangan. Bizga yotoq turar joylar soliqlaridan tashqari 200 ming 190 ming atrofida qo'limizga qoladi. Bizda xarajatlar oyiga 3 man, 30 ming, 40 ming atrofida xarajat qilamiz. Yeb-ichish, shunaqa narsalarga. Uyimizga $1000 atrofida xarajatlarga qarab pul yuboramiz. Kelajakdagi maqsad shu yoqda
yaxshi daromad topib, oilaviy sharoitimni yaxshi qilib, O'zbekistonga qaytib, shaxsiy biznesimni yo'lga qo'yish va kelajakdagi bormoqchi bo'lganlarga shu qonuniy yo'llar bilan borib ishlashni maslahat beraman. Albatta yapon tilini o'rgansa, albatta o'ziga foyda bo'ladi, yerda qiynalmaydi. Masalan, ingliz tili yo rus tili bo'lmagan davlat faqat yaponchada gaplashgani uchun faqat yapon tilini o'rganib olgan yaxshi. Hammaga omad.